Mana geldim. Şatut aç. To'xta. Nevrelerimge hikoya aytib beraman bugun. Aç. Qo'saq aç. Bildim. Yeydigan hech narsa qolmabdi. Şatut aç. Bek kech bo'lib ketdi deyman. Aç. Degan chiqib, sana yeydigan narsa olib kerak bo'lamdi, ha? Hech narsa Aç. qolmabdi. Voy xudoyim. Bu bichara osh qo'saq tursa qandoqmi qilay olayman deydi. Şatut aç. Qo'saq. Qiynalib ketmasin. Hozirla bozorga berib bir narsa ekilay yemasa, ma'qulmi, ha? Bozorga boray. Shunda qilay. Hozirla bozorga boray. Jim turgan, Şatut. Yo'lda jim mang'in, ha? Do'konlarning hammasi tiqoq ekan mana. Aç. Şatut aç. Ertaga chichi desam olmamdi deyman, ha? Aç. O yerda bir chiroq ko'rinyotdi. Do'kon bo'lishi mumkin. Men berib qarab boqay. Sen o'rningdan qimirlamay turgin, ma'qulmi, ha? Halimizga do'konlarimizni ko'rib qolmadik. Qara Asran, al qazikalarning eti emasmi? Shochitmi turdi? Tez ketaylik, tez. Qozgalan ko'rib qolmasin. Tez. Asran. Qazikalan. Mana yeydigan narsa keldim, Şatut. Aç. Şatut. Asran. Aç. O'zir Asran, bu vaqtda o nima esing kelib qoldi? Sen olg'ani takrorlaydigan qo'sh. Nani olding? Kechirsizlar qazikalan. Bek eg'ir uyquga ketibdimi? Tez kiyinib mansizlar. Ularni qochirib qo'ymaylik. Nima qashqullah? Nimda atla? Asran bilan Ashmon. Ha? Ular nerede ekan? Bilmayman. Texi bayila bozorda edi. Oxir qo'limga tushgan bo'ldi. Ularni sizlar ko'rib qoldingmi hazratim? Yo'q, men ko'rmadim. Boshqalar xabar qilibdi-da. Undaq emas. Tushunmadim. Ayta Şatut. Nima? Şatut nimani bildi? To'xtab turing. Qani so'zla Şatut. Şatut aç. Ona emas. Boyi ko'rgan odamning ismini aytqin deyapman. Ya'ni Asran. Ko'rgan. Aç. Selimini mush yerim kechida issiq yotqimdan Şatutning o'yinini ko'rsin deb uyg'otdimmi qazikalar nazartim. Gapni uzatmay mansizlar. Ularni qochirib qo'ymaylik. Asran. Tez. Bu eskiyak bitib ketibdi. Ig'ir nas ko'tarib olgan bo'lishi mumkin. Qaysi tarafga mengibdi? Bu yerda yana bir iz bor ekan. Bo'linglar, izg'olab mangayli. Mush yer ichgan. Ular ichida o'xshaydi. Mush yerda saqlab turinglar. Naştılık tayyorlab beraymi janoblar. Kimsen? Miftah? Bu yan qandoq topdi? Yurikim boshlab keldi. Turishya. Yavaşlık bilan menish. Bo'lmasa chapima. Anlab tursizlar, Yasavul begi. Bu oltin kumushlar hammamizga yetadi. Xolislar, teng bo'lishaylik. Ha. Menga pora bermoqchimi texi? Bundaqda hammani ilib bizni qo'yibsizlar. Biznimi oltinlarni ko'mgan kishi bo'lib yuraymandilar. Al dunyoga erishdilar. Mansablardan ayrilmaydilar. Hech kim sizdan gumon qilmaydi begim. Qilichimning ta'mini tetishga boqishmamdi. Voyjon. Qo'lingni beshig'ining ustiga qo'yib menish. Yavaş bo'lish. Bu ablaqlar. Qarshilashganning foydasi yo'q. Shahardagi
kishilarning eg'izda qo'shqonlarning tutilib zindonga tashlangandan boshqa gap yo'q dada. Alhamdulillah, mana bu kichik qush adolatga yordamlashib kishilarni xushal qildi. Asran, tez. Xazinamo mol-mulkka to'lib tashdi. Ey Allah, texmi ziyoda qilgaysan. Davodan xoli bo'pla. Alhamdulillah, shundoq bo'ldi. Endi xotirjam o'ltirib bizni qisning davomini so'zlab bersil bo'ladi buva. Yog'och sanduqqa men tilla silib, dengiz quyvetga yirik kelgan to'q. Shundaqmi buva? Ichiga 1000 tilla selinib, qarzi berguvchining turishlik joyi yozilgan yog'och sanduq kuchli to'lqinlar ustida dengizda eqib ketibdi. Nim deysiz? 1000 tillani dengizga tashib etdingizmi? Dengizga tashib etmadim. Yog'och sanduqning ichiga qo'yib, ig'zini mahkam etavetdim. Nim farqi? Yog'och Arielning uyining oldiga berib, ishini chekidu deb o'ylamsiz? Shundoq qilishdan boshqa amal yo'q. Qarzning muhlati to'shib qolay degan tursa. Ko'nglingiz aram topdimi endi? Bilmayman, Barasha. Alloh tavakkul qildimmi yoki ahmoqona ish qildimmi? Bilmayman. Fikrimni anglab boqamsiz. Albatta. Siz de qarzni qaytarib olamadınız. 1000 tilla yig'ib bo'lgandan keyin berib Arielning qo'liga tutqizsangiz, ondan qarzingizni ado qilgan bo'lsiz. To'g'ri. Lekin har qancha qilsam-mo, hozirgi ahvolim qaraganda kutishga vaqt tayyorlab qo'liga yetkazolmayman-da. Alloh yordamchimiz bo'lsin. Soğukmu tushdi mana. Shimolning sovuq kelyotidi. Qachongacha davomlashar bu sovuq? Azroq mol dunyo yig'ib qo'ygan bo'lsa, yeping'ili, yotqan ko'pa, kaygili, juv elib qo'ymam to'q. Bir gapni takrorlayverib zerikmidingizmi? Men uni samimiy odam deb o'ylab o'z ixtiyorligim bilan berdim. Shundoq samimiy odam deb o'ylala. Balkim beshiga biror ish kelib qilib qaytib kelmagandir. Balkim. Qirg'oqqa berib qarab boqay. Kemi kelgandir yoki birasidan xabar avatgandir. O'tna g'ash kelishni unutib qolmaslar. Kechida o't yoqmasak, to'nglab qolamiz. Shunda qilaman. Albatta. Bu yerdan sitvaga yunglar. İntayin sifatlikkan. Bugun ishlarni tugatdim, Birasha. Men mo ayolchi paltolarning hammasini setib, qo'ldan chiqarib oldim. Yo'q turibdi-da. Ha-a. Ayollar erlar qaraganda bekerek oldi emasmi? Qancha tilla yig'ib bo'ldik? 500 tillardan oshdi. Yana bir mezgil ishlasak, ondan yig'itganmiz. Xotirjam bo'ling. Bugunmi bir necha ayol zakolat berdi. Gullik, ranglik palto to'qitmoqchi ekan. Undaqda dengiz zoya bo'lib ketgan 1000 tillani tizlik g'alig'idek emas. Shundaqmi, Birasha? Shundoq, qarzdimi qutulamiz inshaalloh. Qandaq ahvollari Ariel begim? Xudoga shukr, yaxshi. Qishqirib qoldi. Biri paxlan setib olib, uydagilarga suyib bermamdilar. Shunda qilmamdilar begim. Hozir unda qilmayman. Yo'ram qaytib kelganda ondan setib olay. Undaqda menga setib olamag'idiklar. Bu nima degandir? Sizlar rostilla yo'ram pul tepib qaytib keladi deb o'ylamdilar. Albatta, u rostchil odam, omonat xiyonat qilmaydi. Voy bechora, nima deb yuriydiganlar? Rostchillik, vafodarlik degan Musa bilan Harun bu ikkisining zamonasida qoldi emasmi? Undaq emas. Yaxshi axloq degan har zamonda mavjud. Yaxshi tarbiyan o'ylasizlar, Yumito. Bu mendan sizlarga nasihat bo'lib qolsin. Nasihatni men sizlarga qilib qo'yay. Bu sovuqda sirt turaverib, zukamdab qolmasizlar yana. O'zlarini avaylab, vaqtida uylarga qaytasizlar. Yumitovning deganlari to'g'rimi nima? Shevronning kemilar dengizga chiqolmag'idek. Bitamdi. Xudoga shukr. Oxir 1000 tillani yig'ib bo'ldik. Tez mening av kemiga yetishib olaylik. Kaslar yo'ram, qani kemiga chiqsizlar. Bu silkanligo Alisha. Yana uchrashib qoldik. Jana qilmagandilar? Shunda yuk taqinglar ko'rinmaydi-ku.
Hammasini setib oldik. Sizga 2 kishilik kironni to'lay. Bo'lamdi. Sizlarga deysan, kelar yili qishda cho'qim yana bu yerga kelib qolasizlar. Nimishqa? Balkim. Men bu shaharni cho'qim seg'inaman. Rizqimiz bek mo'l bo'ldi bu yerda. Men yanala tug'ilib o'sgan yurtimni seg'inyapman. Nimishqa seg'inganligingizni obdan bilaman. Nimishqa? Qarzni qaytarishga aldirayotsiz. Shundoq, tezroq berib, qarzimni ado qilib olay. Inshaalloh, Ariel hayotda. Kechirsizlar, Ariel. Nimaga kechirim so'raydilar? Vaqtida kelib, qarzlarimni qaytaraman deb yo'l bo'lmadi. Shivirganda kim bilan mangmaydi ekan, bu tarafga mangadigan tunji kim bilan kelishim. Qarzni? Sizlar uni qaytarib berdilar-ku. Qandoq deydilar? Alloh qaytarib berdi, Alloh. Tushunmadim. Bu nima gap? Boshdan so'zlab beray, qarindishim. Sizlarni kelib qolar yoki bir xabar kelgan bo'ladi, sayilib bo'lmaydi. Nasihatni men sizlarga qilib qo'yay. Bu so'g'oqda sirtda uzun to'slar, zukamdab qoldilar. O'zlarini avaylisizlar. Vaqtida uylari qaytib olsalar, Ariel begim. Yomitovning degini to'g'rimi nima? Shivirganda kiyimida denozga chiqolmagandik. Voy. Bu nimadir? Opirib o'tin qilaychi. Nima o'tin kelib kerakkan? Cho'ng o'tinken, yeri pasla, o't qalay. Mana hozirla yaraman. Voy. Bu nima demdi? Voy xudoyim. 1 2 3 4 To'xtab turing. O, mektubmi? Boqay, ha? Yo'ra. O. Mektub neymi yazıptı? Nim bo'ldi? Yig'layotligu. Men nima tengan ekan? Dengiz orqali men qaytirib beribdi. Mana. Ularni o'qitib Alloh qarzlarimni qaytirib berdi. Qiziqish. Dengizda boshqa yoqqa ketmay, yanlarga ketdi. Qin bulanım asla. Yo'q, buni olmayman. Bu o'zlari qolsin. Men o'zimnikini ip oldim. Ey Alloh. Sen nima degan buyuk? Allohga ishinib, tavakkul qilg'achqa ishimiz xor qolmadik. Shundaqmi qarindishim? بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Acayip kıskan bu. Allah'ın merhameti mi acayip? Allah xalığan kişiye hassilab rizqi beradi. Allah rasuluydu. To'g'ri. Taxi yaqinda qiyin ahvolga tushib qolgandik. Keyin Allohning rahmati bilan xazinamiz to'shib ketdi. Hikoya takrorlandi. Voqealar o'qishimizmi hikoya har kuni takrorlanadi o'zdir. Kishi Alloh qichini ko'nidan tavakkul qilsa yordamga erishadi. O'ylamag'aydan Alloh rizqi beradi. Xalifatimizning qasriga qaytadigan vaqtimiz bo'lib qopti ota. Diyeniq bir qis etpaslab va. İnşallah. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua
yürür can kıyğanğa su tənligen ak köngüllerni kürür yığazar birle kudur yuyup tüker göz yaşlarını taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz acayip Kur'an'da var hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattır Pervaz kini